Ha, degine. İkimizni ata-aytamay chaqirtibkansan. Nimga bombatdi? Farizat. Yaxshimi sizlar? Ha, menga yaxshimi? Yaxshi. Ha. Degine nimga bomba? Sizlar obdan bilisizlar. Hozir uyning kayfiyati toza yaxshi emas. Shuning uchun bir yaxshiroq paranglashaylik degandim. Bu masalani hal qilishning birdan-bir usuli Jasur degan ining bog'i opamdan kechirim so'rsin. Biz 300 ming beraylik. Agar biz 3 qarindosh mirosga erishsak, 3 qarindosh har birimiz 100 mingdan chiqarib hammomga berishni qaror qildik. Qanday qaraysa Farizat? Nim dedim? Sizlar mushtum o'ylish bo'ldingmi? Albatta. Hammom bilan karimiz o'miz bo'lamda. Sizlar uning ustiga hammomni o'ylashimiz kerak. O'zing bilsa, hammomning mijoz ashundaq tursa, biz mu qasdan qilmadik. Odamning ochiq kelganda nimlarni demaytaysan? O'g'ishim. Ras. Shuningcha Farizat, hammomga yaxshiroq nasihat qilib qo'ying. Qanday? Men yaxshi nasihat qilma opamga. Lekin shu Jasurni bek oshiribdi. Opamcha qara, qiyilib qolgan o'xshaydi. Ochiq gaz osonlik yanmaydigan bo'lib qoldi. Ha, shu. Mo'minga? Hammom sizga bekamroq, gapingizni bekilik oladi. Shuning uchun hammomga yaxshiroq nasihat qilib qo'ying. Nasihat qildi. Ma'qul, chataq yo'q. Unda o'schu, ishinglar yaxshi hamkorlashib, hammomga nasihat qilib qo'yinglar. Jumi? Men ma'lum. Nasihat qilamiz. Sizlar, Paranglashib keldi. Rahmat. Shunaq qilib qanday bo'ldi? Shu hammomni qayil qilib, uchisining har birisi 100 ming yuandan pul berdigan bo'ldi. Bu aqlni kim o'ylab topdi? Albatta men. Pa, mening qizim qaltisqo. Faqat mening qizim. Aqlini jarishibdi. Opa, men o'tib o'rganishlik joylarim ko'pchimi? Sizlar nimani deyishib, nimani planlayapsizlar? Men nim plan qildim-a? Qizim. Chiqib turing. Naman, biray oldimi? Hey. Emdilik sen Xudolarning yeri ko'zing tikdingmi? Nim da'vatsiz Naman. Qarang. Shunda obdan yani oddiy bir do'kon qilsa, bu boylikni isrof qilganlik bo'lmamdi. Shuning uchun men Jasurga pul tepishning yo'lini ko'zib qo'ydim. Qizimizni o'ylab, Jasurni shunday qildim. Xato qildim-mi? Hey, aqlga muvofiq ish qilsang bo'lmamdi. Bolalarimizni o'ylabmish. Sening ko'zing to'ymanda? Nim bo'ldi, men nemish qildim? Shu qizimizni deb, Jasurni deb shunday qildim. Jasurni deb? Men seni bilmamdim-a. Sening ko'zing Xudolarning yeriga tushibla, o'zing bilmay qolding. Bu nima deganingiz? Men ochdan och ko'zmi? Mening demak shunchalik qilayotganligimni siz rostini bilmadingizmi? Agar bolalarimiz xotirjam bo'lsin desang, Xudolarning ishlariga aralashma. Unda qilsang, bolalarning baxtiga sen o'tirib qo'ysan. Ish qilib o'zim bilib bir ish qildim. Nima? Men seni aralashma dedim, aralashma. Voy, nimda vaqiraysiz? Qulqim og'rib ketdi meni. Yaxshimisiz? Cho'chityaptimi? Ha, yo'q, hech qisi yo'q. Birsini izlamsiz? Siz xislat mudir bo'lsiz-ku deymi? Men shu. Men sizni izlab kelgan. Meni?
Rahmat. Çayçı. Keş oğanı sizni avar kıldım ha. Hiç kısı yok. Ben şu ismini koşup işlatettim. Әмсә, мен гәпне әгітмей ұдыл дәу ері. Дәвір. Менің тісілі дадаңланың мұразыдың васке жаңла. Нимо? 5 әзай сақ. Яп-яш 3 пәрзәнд. Өзге тайынып тұрмыш кешіріп атқан бечар дадының өйіні таласаңла. Әр қайсы тоқтыдың әйп етқанда бұл тас тоғыр әмес бұ деймі. Даватсыз. Әгер сілерінің сыртларды бұндақ кеплерін аңлығыңла болмса, дадаңланың нәрсігі чықылмай. Тенеш yaşa. Sızladı kim? Bu. Nimeden? Aldı bilen, ben bir adukat. Ondan keyin qalsa, dadаңыздың konu xeridar. Adukat? Dadam sizni adukatlık teklif qildi mi? Agar shundoq bo'lsa, bu chaqda qanday qilasiz? Qiziq. Ben adukat. Nimil desem shindu deb o'ylab qolgan o'xshamamsiz adukat efendim. Qislatmadim. Ben sizga yolg'on gap qilmadim. Ben siz bilan dadingiz to'g'rilib baramoqchi. Dadamni tilga olishib olmang. Dadamning oq ko'ngligidan foydalanib, maqsadlik oldi yiqilishib, uningdan foydalanmoqchi bo'lmang. Nimish bo'lishdan qat'iy nazar, bu bizning oilamizning ishi. Siz bilan hech qanday munosabati yo'q. Men siz bilan bu yerda paranglashishga mening vaqtim yo'q. Navbat gapingiz tugagan bo'lsa, men sizni o'sib qo'yay adukat efendim. Qani, marhamat. Darvaqa farzim xato emaskan. Siz bilan fikrlashish haqiqatan taskin. Biz yana ko'rishimiz. Çocuk! Sizga gapim bordi. Dayı. That's not good enough. That's just a lack of concentration. Qaysarqa, Hı? sizlar tog'amni uyini setib pul bo'lishmoqchimi? Ya unda şey yok. Dükkanın iyiydik hukukunu. Akam verimiz şu. Hey! Alıp tosmam sen! Vay can. Birdan to'xtatib qo'yib turing. Vay gipans kılıyorlar ana. Yeah, the gap between these two teams just gets wider and wider. They're too good at the moment. Birdan to'xtatib qo'ying. Vay gipans kılıyorlar ama en kızbatlı ama bu. Hey! Neymiş kuatsız? Vay can, vay can. Nime? Siz nim demoqchi Qaysar aka? Ikkisining nim farqi? Hey, dadam yaşlanıp kaldı. Babamda soğukmaksa hiç bitemeydi de. Tog'am ashtaq dedimi? Endi so'qmoq sotmayman, duka ochmayman dedimi Qaysar aka? Dadam undaq demeler ana. Lekin Nima lekin Qaysar aka, nima lekin? Sizlar o'g'il bolalar bo'lgan odam dadik darmon bo'lmay miras qilishadimsizlar. unda gap yo'q. O'ylab bakmamsiz. O'tgan qadim dadamdan beli qayrilib ketgan vaqtda hammamiz shunda ansirdi. Şun o'ylashdik u do'konni salon qilib bersak, dadam o'yib beralaymiz. Undaki puldan bersak bo'lmadimi? Voy Qaysar aka, voy. Sizlar qo'l qo'ydimjimi? Tog'amning bir umrlik qon terini bulab ketyapsizlar. Bu degan bir bulonchilik.
tuzlik gap qilgan ha? Nima bulanchilik degan? Ey. Baribir ular hamon bir kun dadamniki biz qolganda, shundami ya? Onun ustiga menga pul lozim bo'lsa, bunday gap qilgansiz, shuni men. Nima ish qilyapsiz? Qaysar aka. Sizga totog'iz mo'yinmi, pulmi? Nin demakchi? Bo'ldi, men sizga qilmadim Qaysar aka. Bak umidsizlandim sizga. Alımka, keşke oğanda kep kapsız. Kararınızını özgerken okşamamsız. Yo'q. Bunda asalli o'zgarsam qandoq bo'ladi, ukam? Alımka, ben ko'nglingizni tushunaman. Lekin bu arzingiz qandoq bo'lar? Lekin bir dadining o'z farzandlarining ustidan arz qilishini damaliqqa qabul qilmoq biroz tasrak. Hey Akbarjon. Yashab mush umrimga kelguncha men bolalarimga bir tal chiviqni ko'tarib boqman adam emas. Faqat ular qanday qilsa to'g'ri bo'lishini o'rgatgandim. Lekin memnuniyatni o'rgatmabdikan. Shunga men hozir ularning oldida o'zimning qanchalik bir arzimas dod ekanligimni qaytadan to'nib kelyapman. Mana hozir ular cho'ng bo'ldi qarang. Qatoq qo'shildi. Aksincha men pulus uchib ketgandek olg'a tushib qoldim. Ichki bilikimning kuchim qolmadi. Shunga garchi kechikkan bo'lsam, sizning yordamingizda ularga eng oxirgi bir soatlik darsimni o'tib qo'ysam, ya'ni mamnuniyat va mehr shafqatni o'rgatib qo'ysam. Albatta, bu mening bir orzuyim. Ham bu orzuyimning ularning umrdagi bir yaxshi sovg'at bo'lib qolishini umid qilaman. Sizning yordamingizda ularni bir sayqitib qo'ysam-mikin deyman. Shunga menga cho'qim yordam qilsangiz. Alımka, sizga rostdan desam, bu deloda tutish mumkinchiligi ko'p emas. Agar rasmiy sud ichilsa, siz aniqli mag'lub bo'lasiz, Alımka. Tutish tasdiq to'xtaydi. Sizni tunigan, bilgan, urug' tuqqanlaringizdan, xato tushungan odamlardan balkim azor yeyishingizmi mumkin, Alımka. Siz mushloq bardoshlik bera olamsiz. Sizga mushloq nisbatan idiringizda tayyorlik bormi? Pushaymon qilmamsiz. O'ylab boqsam, bundan boshqa amalmi yo'q-ki, afkam. Alımka, bu deloda tutish nisbati 1% kimi bo'lmaydi. Men bu deloni qabul qilsam, ma'qul, Alımka. Sinab boqaylik. Agar sizning bolalaringizni ko'chitadigan niyatingiz bo'lsa, men kuchimning yetishicha sizga tirishib maslashib beray. Lekin Alımka, sizning yanimga obdanroq o'ylab beqishingizni umid qilaman. Rahmat, ukam. Bunda qilishimning toza to'g'ri emasligini bilaman. Ham mening da'voda o'tish niyatim yo'q.
Şunda qilmasam bo'lmaydi uka. Xotirjam bo'ling aka. Qalğaç markalı sopun paraşoki vətən erkin çıxırıcı. Voy nimaning? Kirnan. Qalğaç markalı sopun paraşoki. Ben Dilkan Xalqaro So'z cheklanish şirketi tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Çayışta şu durma. Siz sözleyin. Ya siz davran. Ya siz sözleyin. Hamdi. Şunda qilsak vallahi meni sat ko'rib qolam ya. Alımka. Qararınızdan endingizmi? Yo'q, Hamdi. Deyman ha. Alımka. Meningcha balaringizning kallasi bo'lsa, ular sizning nima ish qilmishida qilganligingizni cho'qim tushunib yetalaydi. Tushunib yetadi ha. Men cho'qim tushunib yetalaydi. Meningcha tushunalaydi. Alımka. Amsa telefon qilaymi? Qila. Ams qildim ha? Qilmay turamsiz ya. Alımka, bu ishda yanada o'zingiz cho'qim bir qaror chiqamsangiz bo'lmaydi. Qilaymi, qilmaymi? Qila. Yaxshimisiz? 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 Ha. Men advokatlik o'rnidan Akbar. Dadam meni Nima? arziysa? Chaqchaq qilmayotgansiz? Ay, bu Davodsiz Qaysar aka. Qog'om sizni arz qilibdimi? Emas. Chaqchaq qilmang. Shoqim xato qilgan. Dadam sarangib qoldimi o ya? Nima bo'pti? Uyda bir ish chiqibdimi? Dadam bizni vafosizlik qildi deb sudga ariz sunmoqchi. Nima? Men beriklik edi. ay Jasur. Vafosizlik qarznoma? Nima bo'ldi? O'zi bir ish bo'ptimi? Yo'qay, shu ozroq ishim chiqib qolgandi. Men Aliyaga tablab qo'ydim. Ish bo'lsa Aliya qilishtirgan bo'ldi. Ruxsat bergan bo'lsangiz. Ha, bo'ldi. Siz xotirjam bo'lib ishingizni qilavering. Ma'qul. Boshqa bir ish bo'lmaganda? Yo'q. Chiroyingiz bir qismlam. Yo'q. Undaq bo'lsa men tushdan keyin ulgurib qaytib kelma direktor. Mayli, ishingizni qilavering. Xislatdan telefon kelibdi. To'g'ri qildingiz Alımka. Bugun eng yaxshisi uyga qaytmang. Telefoningizni etyapman. Sirtlan aylanib, do'stlaringiz bilan ko'rishib, kechrak uyga qaytsangizmi bo'ladi. Ma'qul. Nagim boramading. Men aralashadiganlarning hammasi shu bozordagi tijoratchi bolalar. Ular hozir aldirash. Hammasi Alımka choyxonalarga berib,
choy ichib kelsangiz bo'g'idek. Odatda dam olish kunlarda biror ish o'rinlashtirmadingizmi? Unda ishlarni o'ylashmabdi ekanman. Men shu do'konni ichib, vaqt-vaqtida tomoq yeb, "Vallah, mangdinglarmi?" deb, "Kes keldinglarmi?" deb shularning xo'shallig'i bilan o'tgan odam emasman. Abalo bilan ko'rishmoq. Balkim bugun ularning qattiq achchiq kelgan bo'lishi mumkin. Chuqum sizga qattiq tegadi. Ularning maydonda turib aytganda bu ish xuddi ular ochiq havoda chaqmoq chaqandek to'yildi da. To'g'ri deysiz. Shuncha ishonchli dadis tarafidan arz qilingandikin. Oshda bo'ldi-da. Mashina qilishni qaror qilgansiz. Qattiqroq turing. Hargiz bag'ri yumshoqlik qilmang. Mening teginimdek qilsangizlar bo'ladi olamga. Ma'qul ukam, men ashunga tirishay. Sizni bak avar qildim. Rahmat. Yaqay. Nima avarchilik bo'ladi olamga? O'ynagan o'yinimizning muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilaman. Rahmat ukam. Ma'qul. Amisi ben may. Bağımsız. Birden oturup mamay. Ha, elim oturdu. Bağlılar biraz alsan. Bağlı hoş alın. Cesur, mağdum ya? Yo'q, men hozir uyga bordim. Uyda ko'rishaylik. Dadam telefon qilsa telefon etibga. Ammo telefon qilsam dadam uyda yo'q deydi. Dadam bizni qasdan qeshotandi ya. Ma'qul. Endi sen borgan deyshaydi, ma'qul. Hay. Acha, keldingmi? Ay bu dadamning zot nima qilgani? Shunday men nima ish arz qildi bizni? Shuni degina. Jiraman so'rab boqamiz. Acha. Hada keldinglarmi? Ha. Dadamning bizni nima sababni arz qilgandi bildingmi? Bilmedim, şu bilmegach ochiqdan yelib ketaylik deb qoldim hozir. Acha, sen xatolab qoldingmi ya? Menda 200 ming so'rabda 200 ming men jigim qo'yim bo'lmasa hozir. Menda 280 ming. Sen al gap qila. Akasini qancha pulga? Nima qancha pulga? Bu 360 mingga. Deganing bilan meditsinani o'qishga qashында yuqori. 8 yil o'qish puli, praktik pulni qo'shib bir oy vaqt yaxshi. Bizni hozir buni hisoblaydigan vaqtimiz emas. Rostlaysa, buni hisoblaydigan vaqtimiz emas. Oldidan-chi dadimizdan bizga nemish qilishdan muomala qilganligini, nemish qilsa arz qilganligini so'rab boqaylik. Juringlar. Fariza, sen bir nemish qilsa? Sizlarchu, sizlar bir nemish qilsizlar, ishlamidinglarmi? Dadamchu, chiketgan, nima bo'ldi? Naketdi, acha dadam naketdi. Voy chiketgan, men do'kon qarab tur deganda, shuni qarab turdim, nima bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Tazim bir ish bo'ldi-da. Hay, Qaysar, sen berib dadamni bozordan izlab boqin. Balkim shu yerda bo'lishi mumkin. Ma'qul. Men hammomga kirib chiqay. Balkim hammomga bir narsa degan bo'lishi mumkin. Ma'qul. Hay, bir ish bo'ldimi? Voy, mana. Oy. Voy, ha. Ama dadam nereye gitti? Dadam nereye gittiğini ben bilmem. Ama yordam qilib tepagina pek jiddiy ish botdi. Ishlayotgan odam yukrab kelganini qaraganda toza jiddiy ish o'xshaydi. Dadam u, voy go'chini. Voyjon, voy dadam bizni arzi qilibdi amma. Ha? Hayatning o'zi bir
hayat kutganni bergaymi ko'zing to'lgan bilan yoshqa ko'zing to'lgan bilan yoshqa gelip kelgaymi ketganlar ishing urgan bilan toshqa ishing urgan bilan Sağım şundak köyünü diken bu bala. Vaqti to'yini qilsang mı bunu? Açılın yanmakta ha. Yaqay asa. Hazır çıkıp oturmuşma. Tamam kılmayalım. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voycan bu ne dada? Öyle bir anlaşmayla koymuşlar. Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda içimi sıksa. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Edepsizlik kıldın lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her şey. Bana bak çayacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kudun mu digenden başka neymiş birelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılyan basa. Akamın toğra. Kanda olsa memsinden balan bu. Burada. Ayya. Oğlanı mı yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyüm çıktı ben. Dada. Kulkan bilen öy biraz bizge göremse. Dadanın aldı bir halk pul taşlap versen ama yani şu sokmak da yaşaydı. Çıksın. Baba gözünüz ecima. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaşlarımı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel du yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kıyın. Özgermez hakikat hayat ve mamut.
o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol